Men ichkariga kirmayman lekin. Chaqirgan, belgilagan joyingizni ko'ring bo'ldi. Bemorman. Chaqirgan joyingizni ko'ring bo'ldi, belgilagan joyingizni. Siz faqatdan o'rdingiz qanaqani? Ana, tashqarida zapravkani oldidan o'rgansanlar, ku. Qattasiz margaz qiling mashinangizni. Bitta mashina men turibman zapravkani oldida, xola. Sariq zapravka. Sizni qo'laydi, rasman baraka topib. Endi qayerdan bilaman, mendan xolamisiz, onamisiz, opamisiz, qayerdan nima dey? Astagfirullah. Baytar ichidan o'rganki, baytar ichiga kirmasdan turib, tashqarida ajdaniya beryapti. Bo'ldi, men sizga hozir ko'rsataman qayerda urilgan. Men 20 yillik qilyapman-da, odamni ahmoq qilib gapirmasdan. Bo'ldi, opa chiqingchi, bir 20 yillik klient bo'lsangiz, bu ko'raychi sizni. Qayerga chaqirganingizni? Odamni kasal holida ko'chada bo'lsa, ko'chada taklif qilib turardim. Men yozaman, hozir. Nima yozasiz? Shikoyat yozaman men. Qamat bormisizmi chiqib? Gap o'ynamayman, baraka topqirman. Siz ortiqcha gap siz qilyapsiz. Siz keling, men oldinga men sizga ko'rsataman qayerga chaqirganingizni. Siz birinchi kelib ko'ring-da, keyin gapiring. Men olib bormayman men sizni, bo'ldi. Qayerga chaqiribsiz? Haydang mashinani. Haydamayman mashinamni. Nega haydamaysiz? Haydamayman. Nega unda ajdaniya beryapsiz? Nima bo'lmasa ajdaniya beryapsiz? Xo'p, men qayerda turibman ekan? Men ajdaniya beryapsiz. Nima qilishim kerak? Men chaqirib. Haydang mashinani. Haydamayman men. Haydamayman. Yo'q. O'zi отказ qiling. 500 so'mni ham qaytaring. Nimaga men sizga qaytarishim kerak? Men sizga kelyapman 3 kilometrdan. Chiqgan muomalangiz uchun olib bormayman men. Kerak emas. Bo'ldi, kerak emas. Teshib chiqsin o'sha pul. Xo'p, mayli. Kimdan haq bo'lsa o'shani teshib chiqadi. Teshib chiqsin, iloyim. Bo'ldi. Boshqa gapiring gapini. Haydang mashinani. Haydamayman men, opa. Nima, meni pulimni olib qolaverasanmi bo'lmasa? Men nimaga sizni pulingizni olib qolaman? 500 so'm уже olindi kartamdan. Nima qilib 500 so'm? Men keldim o'shancha joydan yurib. Men o'zimni ajdaniya qilganim yo'q sizga. Men olib bormayman siz, opa. Olib bormasa endi отказ qilmani. Bo'ldi, hozir 5 minutdan keyin отказ qilaman. Nimaga endi 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qachon отказ qilishim kerak? Nima 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qanchada отказ qilishim kerak? Muomalangiz to'g'rilab gaplashing, opa. Axir biz ko'rsatib qo'yganmiz. Siz ko'rsatib qo'ygan joyingiz mana mana shunda turibdi singlim. Больницаning ichi emas. Показывать водителю, где я qo'ygan. Biz ichkarida o'tirganimiz ko'rinib. Mana. Singlim. Mana siz mana chaqirgan joyingiz mana mana shu zapravkani oldi. Men xuddi mana shu keldim. Men o'zim gapirmayman unaqa gapni. Siz bansiyachiga chaqirgan bo'lingiz. Yo'q, bu-chi shunaqa birovlarni jalba ona qilar ekan. Qiling, bemalol. Xohlaganingizni qiling. Xohlagan narsangizni qiling. Sudga borasizmi, boshqaga borasizmi? Men sizni olib bormayman. Ne men aytayapman o'z. Mashinani tezroq haydang, men mashinada o'tiribman. O'tiravering. Men yurmayman men. Men olib bormayman sizni, bo'ldi. Mana unga jalba qiling. Qilavering xohlagan narsangizni. Hamma narsa ko'rsatib turadi. Qayerda nima bo'lyapti, siz qanaqa muomala qilyapsiz? Sizniki ham, saniki ham shunaqa bo'lyapti. Ha, xo'p, mayli, ko'ramiz-da. Hayda dedim mashina. Haydamayman. Nimaga bo'lmasa mashina odam o'tirib bo'ldingiz. Bu отказ qilib bo'lsam nimaga bo'lmasa 2000 ming teshib chiqsin iloyim. Xo'p, mayli. Ilohi amin. Teshib omonli bo'lsin. Topgan, mana shu bolani topgani oti nima ekan buni? Amin. Agar siz haq bo'lsangiz shunaqa bo'lsin. Haq bo'lmasangiz o'zingizga ursin. Yetavering aytgan gapingiz. Gapiravering. Jahongir ismim.
Xohlagan duoyingizni qilavering. To'g'ri gaplashing. Ko'rvatsanmi qilgan ishingni deyaptim senga. Borib tashlang. Olib bormaymanmi? Men yechganim yo'q uni. Yo, ko'rvatsanmi, sani qilgan ishingni ko'rvatsanmi? Yo, gapirma bunga. Ko'rvatsanmi deb so'radim sendan. Ko'rvatdi. Ko'rvatdingmi? Ko'rdim. Ha? Ko'rvatsanmi deb so'radim. Ko'rdim. Men senga ikkinchi marta. Men kirmagan deyapman. Tushundingmi? Bo'lmasa o'zing plastik yo'laginda o'tirib ketaver mashinasiga. Tushundingmi? Mendaqa dalballarning mashinasi. Ham odam meni haqorat qilib mashinasiga o'tirg'izib olib borib tashamayapti. 7,5 ming pulimni shilib oldi. Yandex zakaz qiluvdim. Hop, qaysi yo'lda turibsiz? Men Yangbozor yuqori chiqman Yangbozor markaziy kasalxonasida Gulmatova Dilfuzamanman. Hop, tushib qoling o'sha. Yo, men qarab tushib qolaman mashinasini quplab qo'ygan-ku bu. Yandex zakaz qiluvdim. Uyimga olib borish o'rniga ajdaniya qilib 7,5 ming plastikdan shirib qoldim men. Ayol kishiman men. Yo'q, kechganim yo'q. Joyda o'tirib mashinasiga chiqqan joyimda olib borib tashamay, gap otib tegajoylik qilib qizimni oldida yana har xil gaplarni gapirib qo'yapti menga. Qutqaringlar, iltimos sizlardan. Hop, o'sha yerda turib qoldim. Men mashinasida o'tirmanman. Siz kelinglar menga yordam qilinglar. Opa. Baynisada og'ir ahvolda bo'lgancha Yandex zakaz qiluvdim. Ataylabdan tashqarida turib 7,5 mingga ajdaniya qilib, nega unaqa qilyapsiz? Olib borib tashlang desa, har xil gapni gapirib, mendan pul ishlash maqsadini qilyapti. Men 20 million kredit olganman dorim uchun. Ba'zan bo'lmagani uchun yosh bolam uyda bo'lgancha Yandex zakaz qiluvdim men. Bu yosh bola qanaqadir bir erkak kishi menga tegajoylik qilish uchun emas. Alo. Men ham gapiring, siz gapirib bo'ldingiz. Va qarang, postavka qilyapti. Qanaqadir kameradan tepamda ko'tarib turibdi. Qora ma'lumot berasizmi menga? Ha? Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Adresni tushuntiring. Ma'lumotni beraman men. Adres tushuntiring, xo'p. Ma'lumotni beraman men. Sizning adresi ko'rinadi. Ism familiyangizni ayting. Gulmatova Dilfuza Tursumatovna. Nurmatova deysizmi? Gulmatova. Nigmatova? Gulmatova. Gulmatova kim? Unga qilmang, mana yozyapsiz siz men endi. Bunga gapiravering. Alo, assalomu alaykum. Arizamni tez qabul qilib oling. Men bitta Yandex chaqirsam tegajoylik qilib, menga har xil gaplar gapirib, mashinasini haydamay, mashinasini ichidan telefon qiluvdim. Ha? Qaysi tuman? Yuqori chiq tumani. Ko'cha Qarang, hozir mana shu aytayotgan tuman markaziy kasalxonasining oldiga mazam bo'lmaganligi uchun zakaz qiluvdim Yandexni. Yo'q. Yo'q. Ha, mashinasini ichida quloq holatda turibmiz. Xodim jo'natish kerak menga bo'tga hozir. Men yosh bolam uyda kutib turibdi bo'tda. Men bu yuqori chiqib tumani Yangi bozor. Ha, tez jo'nating iltimos. 10 minutdan beri mashinasidan chiqa olmay turibman men. 10 minutda uyda bo'lishim kerak edi. Sariq zapravka borda bo'tda faqat Gudoyil degan joyga. Ha, taksi haydovchisi Yandex zakaz qiluvdim. Yandexda kelgan shaxs menga mana shunaqa qilyapti. Yana plastigimdagi ajdar pul shilib yotibdi. Plastigim ulanganda Yandexga. Yo'q, turgan joyingiz masalan ko'rinadi. Gulmatova Dilfuza Tursumatovna, tez kelinglar iltimos. Zapravka bor, sariq zapravka, benzin zapravka. 1978-yilga. Ismim familiyam Abdurazzoq Xujoxonga. Qo'shimcha raqam yo'qmi? Yo'q, tez, hozir telefonim ham to'p bo'ladi bu ketishda. Ravshan o'g'li. Tuhmat qilganingiz uchun men sizni oxirigacha boraman, mana shu hozir gapiring gaplaringiz. Qolgan yilingizni ayting. 1997 Xo'p, qarang. 07 Qo'ng'iroq qilayotgan raqamingiz 94 031 45 40, to'g'rimi? Shunaqa.
Alo, 103 xizmatim menga tezkor chaqiring, mazam bo'lmay ketyapti. Nima deysiz opa? Bular yo'lovchi mana. Markaziy kasalxona bor-ku, Yangi bozor markaziy kasalxonasi oldida. Zakaz tushdi menga Yuqori belgilagan Chirchiq joyga tumani, keldim. Kelsam menga baqirib Zapravkada Yandex zakaz qildim, Yandex zakaz qildim. Yandex yurmasdan plastinga dajdani urib, mashinani qulab qo'yib, tegajoqlik qilib, mazamni battar qochirdi. O'zi kapini olib chiqib kelyapti. Qo'ng'iroq qilayotgan raqamingizdan tashqari yana raqam bor. Markaziy kasalxonadan bu yoqqa chiqib, bu yoqdan ajinada Yo'q, yo'q. kurdida zapravkani oldida. Skoriga nima tushuntirasiz? Bo'l, jo'nating iltimos opa. Hozir, a? Qaringlar mani. Mazam bo'lmay ketyapti, a? Yuqori Chirchiq tumani Sultonrobod mahallasi. Ha, yo'q, mashinasining ichida qufloliq turibman. Sultonrobod mahallasi, tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Yuqori Chirchiq tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Tigir turoq kelsin. Mani vaqtim olganingiz uchun men bilan hamma narsani to'lovini qildirtiraman opa. Anaqani yoqdingmi diktofoningni? Shantajlari tushdimi? Shantajim emas, siz qilyapsiz. Ustimdan kulganligi, ayollik sha'ni qadr qimmatim bor. Yo'q, yo'qmadingmi? Yo'qdingmi? Yo, endi yo'qdingsan. Munojaat. Yaxshimisan, bolam? Qo'rqmayapsanmi, bolam? Suvimni berib bor, bolam. Munojaat. Qo'rqmayapsanmi, bolam, deyaptim. Svetlarni yoqib o'tirib tur, bolam, hozir boraman. Men bitta mashina zakaz qilsak, bizani olib borish o'rniga ajdaniyani urib, bizdan pul ishilib. Munojaat. Voy Munojaat. Asal qizim mani. Sen hammadan chiroylisan bolam. Sen hammadan aqllisan bolam. Boringga shukr bolam. Buruz chaqir tezroq, sevinch o'tiraveramizmi? Ha? Shuncha olgan kapingizni ichkaridan urding-da, to'g'rimi? Ko'rsatadi opa hamma narsani. Biz qattaligimizni ko'rsatib turadigan qilib urdim-da. Ko'rsatadi, xavotir olmang. Shundoq saqrang turib turadi. Yo, bu shunaqa qilib shantaj qilib pul olar ekan. Xo'p, opa, mayli. Men seni opang emasman. Men seni opang emasman. Kim bo'lsin? Sen opang bo'lganda opangga bunaqa muomala qilmasding. Sizni muomalangiz. Bolangga bunaqa munosabat qilmasding, to'g'rimi? Ha, hech ham unaqa bo'lganingga. Sen anaqani ichidan urib turib, o'shani ichidan urib turib, o'shani ichidan urib turib, o'shani ichidan urgan anaqani shunchalik qilding. Buni gapiramanman. Bak, senga gapirayotgan men qizimga gapiryapman. Qizimga gaplashing, tushib gaplashing mashina. Yo'q, tushib gaplashmayman men. Tushib gaplashmayman. Meni mashinam. Yo'q, tushib gaplashmayman. Seni mashinang bo'lsa, men 7,5 ming pulni shilvaganing uchun men sizdan bilan men ham oxirigacha boraman. Bo'ldi. Bildingmi? Xo'p. Men ham 7,5 ming pulni kreditga olganman. Mayli, xo'p. Ayollik sha'ni qadr qimmati mana qilganing uchun. Ko'ramiz, kim sha'ni qadr qimmati. Nima ko'ramiz. Munojaat. Asal qizim men. Alo, assalomu alaykum. Anaqa tez skoriy jo'natib yuboring. Yuqori Chirchiq tumaniga Zaявka berilgandagi. Zaявka berilgan, lekin hali kelmadi-da. Yuqori Chirchiq. Anaqa internasional bolnitsasida. Internasional Sultonrobod mahallasi. 94lik 518 1478 klimatda xizmatida. Zapravkani oldida. Ha, zapravkani oldida. Mashinada mazasi yo'q.
Hozir guvohlarimiz ham bor. Chaqirayotgan paytimizda. Xo'p. Sani o'pi emasman, senga gapirayotganim yo'q. Menga umuman gapirma. Mashinadan Umuman gapir. Yo'q, men seni mashinangdan 7,5 ming pulimni qaytarib bersang, keyin tushaman. Bildingmi? Siz meni vaqtim olayotgan. Sen meni vaqtimni olganing uchun men sizga joyda javob beraman. Nimaga men qaytarib berishim kerak? Men necha kilometrdan kelyapman. Men olganim yo'q uni. Baqirma menga. Menga baqirma. Menga baqirma. Gaplashma, qizim bilan gaplashma. Gapiryapman, gapiryapman. Senga gapirayotgan yo'q, menga gapiryapti. Gapirma meni qizimga. Tushun mashinadan. Tushmayman. Tushmayman. 102 kelsin, ko'rsin ahvolni. Tushmayman men. Отказ berishdan oldin o'zi so'raydi. Pulga Yo'q, ajidaniya berdi-ku, o'tirganimizda kelganimdan keyin nima beraman? Ajidaniya berib, o'tirganimizdan keyin ham o'sha 71 raqamiga telefon qo'yib gapirma, Sevinch. Gapirma. Yo'q, gapirma. Umuman. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Aka, hormang. Olib chiqib chiqdim, ichki ishlardan aka. Olat, yordamga kelinglar, iltimos. Tezroq kelinglar. Iltimos, menga tegajog'lik qo'ydi bu odam. Aka, iltimos keling, iltimos deyaptim, keling. Men Gulnaz va Dilfuzaman, keling, iltimos. Tuman mashinasini qulab olib chiqazmoqchi mashinasidan. Tuman qanaqadir больницасida. Iltimos, Yulduzor Chirchiq tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Sariq zapravkani oldilar mana aka. Iltimos, sizdan yordam bering. Men Gulnaz va Dilfuzaman, yordam bering. Bo'ldi, baqirmang. Yordam bering, taniysiz-ku meni. Yordam bering fuqaroyingizga. Baqirmay, opa, yo'lga. Axir siz ko'rmayapsiz nima qilayotganini buni. Aka, nima bo'pti o'zi? Aka, yordam bering, iltimos. Gal, telefon tushuntirib bo'lmaydi aka. Iltimos, tezlashing aka. Astagfirullah. Tezroq kelinglar. Men necha min 10 ming deyarli bir 3 ming tuma oldim, zaifga berdim. Kelinglar, mazam bo'lmayapti axir. Shu nomerdan berganmi? Ha, shu nomerdan berganman. Nima bo'lgan opa? Bitta bola bansadan mazam bo'lmay chiqib, bansadan zakaz ursam, Yandexda bansaning tashqarisida turib, mashinasini quflab olib, ichkaridan naq qilib, meni tegajog'lik qilib battar mazamni qochirdi. O'zi bansadan kapelnisa olib, yosh bolam uyda bo'lgani uchun Yandexda uyga bormoqchi edim men. Sizga ketishyapti yo'lda opa. Qachon keladi? Qachon? Bu bola meni yana battar mazamni qochirish uchunmi haqorat qilib? Assalomu alaykum. 102 ga beryapti. 102 ga qilib oldimmi? Hozir borishadi yo'lga. Men o'lganimdan keyin kelgan nima foydasi bor? Aka, mana nima tuman markaziy shifoxonasi, Yuqori Chirchiq